Mana Ibragim dodamiz bizga beldagi grija hamda umurtqa kanalining torayishi, ya'ni vtorichniy stenoz bilan keluvdilar. Bizga kelishlaridan oldin ancha shikoyatlari ko'p edi, xastada keluvdilar. Mana Ibragim doda bugungi kundagi holatingiz qanaqa? Bugungi holatim mana ko'rib turibsizlar, bu yer kelgandan keyin 3 kundan keyin lecheniyadan keyin 3 kundan keyin hassani tashladim-da. Aha. Xursand bo'ldim shunday 12 kun sizlarda davolanib. Mana yuribman hozir. Xudo xolasa. Bizga kelishdan oldin necha oy davomida lecheniya oldim dedingiz? Lecheniya 3 marta lecheniya oldim. Bir marta больницада yotdim, endi aytmayman-da, qattaligini yotdim. 10 kun yotdim, foydasi bo'lmadi. U yerga bordim, u yerda ham bir 10 kunga yaqin davolangandan keyin foydasi bo'lmagandan keyin 8 kundan keyin chiqib ketdim u yerdan. Keyin rosa qiynalib yurganda sizlarda davo shifo olib ketgan bir Talg'at degan men nevara bor. O'sha kishiga borib men ko'rishga borgan ekan, aytib, "Dada dedi, siz o'zingizni qiynab nima qilyapsiz?" O'sha joyda dedi, Qibrayda Eldar doktor degan dedi, bir shifoxona bor edi. Men o'sha yerda yotib davolandim. Yaxshiman hozir dedi. Xudo xolasa. O'shani aytgani bo'yicha keldim sizlarga. Kelgandan keyin o'sha aytganimda 3 kundan keyin yaxshi bo'lib qoldim. Hozir bugun men lecheniyamizdan o'tgan bo'lsa ham yaxshi yuribsiz. Yaxshiman, xudo xolasa. Qaysi biri yaxshi ekan? Dori-darmonmi yoki neyro reabilitatsiyami? Endi dori-darmonda foyda bo'lmadi-yu menga. Ko'rdilar, o'zim boshimdan o'tgan narsani aytyapman-da. Kelib sizlarda mana shu ukolsiz, darisiz, fizioterapiya, igloterapiya mashinasining foydasi tegdi-da. Boshqalarga demak tavsiya beramiz. Tavsiya beraman. Men o'zim ko'rgan, o'zimiz tomondagilarga, men endi o'rtachishda turaman. O'zim tomonda turganlarga shunday grija kasal bo'lyapman, doktorga boryapman, foydasi bo'lmayapti deganlar hammasiga aytyapman. Kelinglar, men o'zim olib boraman, bo'lmasa adresini beraman, boringlar deb. Neyro reabilitatsiya yaxshimikan yoki dori-darmon yaxshimikan, bemorimizning xulosasini eshitdingiz. Bemorimizga tashxis qo'yishda va uni nazorat qilishda yordam bergan Mavjud To'rayevga rahmat deb qolamiz. Rahmat sizga. Hammanglarni Eldor nevro doktor kutamiz.